O'zbekistonga iPhone 17 telefonlarini olib kirish qanchaga tushadi? Bojxona qo'mitasi jismoniy shaxslarning bojxona chegarasi orqali notijorat maqsadida olib kirayotgan mobil qurilmalari uchun to'laydigan boji yuzasidan ma'lumot berdi. Hukumatning 2025-yil 19-apreldagi qarori bilan jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy ehtiyoji uchun notijorat maqsadlarda respublikaga olib kiriladigan tovarlarning bojsiz olib kirish normalari havo transportida $1000, temir yo'l va daryo transportida $500, avtomobilda o'tkazish punktlari orqali $300 miqdorida to'lov undiriladi. Bunda mobil qurilma bojxona qiymati belgilangan normadan o'tgan taqdirda cheklangan me'yorlardan ortiq qismga nisbatan 30% miqdorida yagona bojxona to'lov undiriladi. 2-oktyabrdagi rasmiy narxi $1999 bo'lgan iPhone 17 Pro Max 2 TB misolida bojxona to'lovlari turlicha hisoblanadi. Havo transporti orqali olib kirilganda $1000 gacha bojsiz, qolgan $999 summaga 30% hisoblanib $300 chiqadi va ustiga 103 ming so'm deklaratsiya yig'imi qo'shiladi. Temir yo'l yoki daryo orqali kirgizilganda bojsiz me'yor $500 bo'lib, ortiqcha $1499 summaga 30% hisoblanadi va $450 chiqadi. Ustiga yana 103 ming so'm qo'shiladi. Avtomobil yoki piyoda orqali olib o'tirganda bojsiz me'yor $300, ortiqcha $1099 summaga 30% hisoblanib $510 to'lanadi. Ustiga 103 ming so'm yig'im qo'shiladi. Demak, eng arzon yo'l havo transporti, eng qimmat esa avtomobil yoki piyoda orqali olib kirish hisoblanadi. Xabarni iPhone 17 sotib olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling.